Mana Arabiston davlati bolalarga pul beradi. Nafaqa beradi, uni boshqa turdagi kompensatsiyalarni beradi. Kambag'al bo'lgani yo'q. Kundan kunga boyisa boyib turibdi, lekin kambag'al bo'lgani yo'q. Oddiy Rossiyani misol qilib olaylik. Rossiyada bir bolaga 18 ming rubl berilar ekan. 18 ming rubl. Hisob-kitob qilib ko'ring, bizning pulimizga hisoblaganda 2,5 million so'm pul bo'ladi. Keyin yaqinda mana Jirinovskiyning bir gapi chiqdi. Shu yerda Jirinovskiy aytayapti, mana migrantlar, O'zbekiston, Tojikistondan kelgan migrantlar deyapti, bolalarni tug'ish hollari bor. Keyin bu yerda tug'gandan keyin biz unga jinoyat ishi ham qo'zg'atyapmiz, olib borib onasini qamab qo'yapmiz, bolasini bolalar uyiga beryapmiz, xato qilyapmiz deyapti. To'g'ri aytayapti Jirinovskiy. Haqiqatan. Uni bolasini olib qo'yinglar-da, onasiga qo'liga bir 100-200 ming rubl berib yuboringlar. Ketaversin, bolasini tashlab ketadigan bo'lsa O'zbekistonga. Bolasini biz olib qolaylik deyapti. Qarang, nima deyapti. Chunki davlatda qanchalik aholi soni ortsa, ushbu davlat shunchalik qudratli bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham aytadilar, ummatlarim ko'paysin deydilar. To'g'rimi? Biz payg'ambarimiz ummatlarimiz musulmon davlatimiz qarang. Musulmon davlat bo'lib turib, yana biz qanaqangidir talablarni qo'yib, mana shu bola pulini berishda kerakmi degan hujjatlarni talab qilib o'tiribmiz. Aslida kerak emas u hujjatlarni talab qilish. Aslida o'sha bola tug'ildimi, borib biz undan xabar olishimiz kerak edi. Siraz unga bola pulini tayinlashimiz kerak biz. Mana shu 2 yoshgacha bo'ladimi, 3 yoshgacha, 14 yoshgachami turlarini belgilashimiz kerak edi. Bo'ldi, belgilashimiz kerak. Sen unaqa ekansan, sen bunaqa ekansan, nima keragi bor unaqa gaplarni?